Uylanish qiyin deb o'ylaysizmi? Unda tarixdagi mana bu shartlarni eshiting. Sibirda shimoliy qabilalarda bo'lajak kuyov o'zining qaynotasi bilan muzlagan suvga tushib bellashishgan. Kim oxirida chiqsa, o'sha g'olib bo'lgan. Taslim bo'lish bu o'lim bilan barobar bo'lgan. Hindistonda esa Rajput jangchisi bo'lajak kelinining akokalari bilan qilichbozlikda kuch sinashgan. Qoning oqmadimi, demak sen oilangni himoya qila olmaysan. Qadimgi Rimda yigitlar o'zining iqtisodiy va jismoniy mustaqilligini isbotlash maqsadida legionlarda qatnashish shart bo'lgan. 10 yillab urush ko'rmagan yigitlarga hech kim qiz bermagan. Qadimgi Spartada yigit kishi uylanish uchun Kriptiyadan o'tish shart edi. Uni yolg'izgina pichog'i bilan tog'ga tashlab ketishgan. U dushman qabilasidan qurollangan soqchini o'ldirib, o'zi bilan qurolni olib ketish kerak bo'lgan. Ya o'lja bilan qaytasan yoki o'liging qoladi. Bizning hududlarda esa yigit kishi kamondan o'q uzish, ot choptirish yoki qilichbozlikda g'olib bo'lish kerak bo'lgan. Qizning otasi esa sizning shunchaki yaxshi yigit bo'lganingiz uchun qizini bermagan. Hozircha na dushmanning qilichi, na muzli suvga tushish. Shunday bo'lsa ham hamma sharoitlar tayyor bo'lishiga qaramasdan, uylanmay yurgan do'stlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying.